turing deyishdi, kamroq yurishga harakat qiling deyishdi. Shuning uchun men nima demoqchiman? Обязательно 18 yosh, 20 yoshdan keyin kollagen ichishingizni tavsiya qilmoqchiman. Sababi men o'zimda yana bir marta sinovdan o'tdi bu mahsulotlarimiz. Swiss kollagenlarimiz bugungi kunda organizm uchun o'ta foydali. Nora kollagenlarimiz bor. Bu miomas kistasi bor klientlarimiz uchun. Men asnoviy o'zi 3 oy tindirmasdan Nora ichdim. Buni ozish uchun ichgandim. Norada suyak uchun ham foydali bo'lgan mahsulotlar bor edi. 3 oy Norani ichgandim. Alhamdulillah men faqat ko'rgan narsam birinchi navbatda Alloh asragani, ikkinchi navbatda men mana shu kollagenni tindirmay ichganim hisobiga suyagimga hech narsa qilmaganini bildim. Chunki baribir suyaklar baquvvat bo'lish kerak edi. Men bunaqa ozishimga, mana bunaqa kam ovqat yeyishimga suyaklarim murt bo'lib qolgan bo'lish kerak edi. Mana shu kollagen hisobiga menda bu jarayon nima desa bo'ladi? Bu jarayon kuzatilmadi-da, sinish jarayoni kuzatilmadi. Chunki suyaklar baquvvat-da menda. Organizmga yetarli vitaminlarim bor. O'sha hisobiga sizlarga ham tavsiya qilaman, обязательно olib ichishinglarni. Kollagen baribir kerak har bitta insonga. O'sha yerda ham o'tiribman, xo'jayinimlarga aytibman, adasi, men kollagen ichganim uchun sinmadi oyog'im. Men kollagen ichayotgandim-ku, o'shaning uchun sinmadi. Chunki kollagenni ichida bilardim men, suyak uchun foydali, terilar uchun foydali, ozish uchun foydali.